was someone else the first time. Italiyaning Peschiera di Garda degan shahardamiz. Verona shaharga yaqin va bu yerda mana bu Porto di Verona. Verona porti bor, qadimiy. Turistlar juda ko'p, havo harorati 30 gradusdan yuqori. Mana shunaqangi go'zallik manzarasi va do'stlarimizga Verona shahri yonidan hozir kechqurun Veronaga boramiz. Verona Romeo Julietta eshitgan bo'lsanglar, o'shani Romeo va Julietta shahriga boryapmiz hozir. Va ertaga Venetsiyadan videolar qilamiz do'stlarimizga. Suvlarning ichidagi shahar mashhur Venetsiyada. Xudo xolasa barchaga salom. Italiyadan sog' bo'linglar.